Nima deb o'ylaysizlar? Bu beton emas, pena beton. Bugun uyda pena betondan qurishibdi, shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Xo'p, bugungi videomiz O'zbekistonda yangilik desak ham bo'laveradi va pena beton haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda pena betonlar tomga juda ko'p quyilyapti. Endi qarang, shuni pena betondan uy ham qilishyapti ekan. YouTube'larda ko'ruvdim, shu pena beton bilan shug'ullanadigan akani uyiga kelib qoldik, o'zini uyiga qo'yibdi. 1 yildan ortibdi bunga ham. Shuni sizlar uchun foydali kontent bo'lsin deb olyapman. Xudo xolasa to'liq qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumot beramizda endi. Xo'p. Bu pena beton tomga pena beton quyishadi-yu, undan ancha farq qilar ekan. Masalan, u tomga sal yengilrog'i bo'lsa, bu sal kuchaytirilgan variant ekan. O'zini uyiga quribdi. Issiq, sovuq ushagani juda zo'r narsa ekan. Buni ham o'zini quyib qo'ysangiz bu turmaydi. Bu asosan devorni, uyni to'ldiruvchi vazifasi. Bunaqa beton birinchi betonlar quyib olibdi mana. Tepalariga ham beton quyilgan. Asosan uyingizni mana shu betonlar ushlab turadi. Bu sizga to'ldiruvchi vazifa. Bu mustahkamligi mana 1 yildan o'tibdi, yoriligi yo'q. Akalar ancha izlanibdi. 1 yil rosa qattiq harakat qilishibdi. Birinchi apalavkalar mana 1 metrli apalavka qilishgan ekan. 1 metr apalavka qilib to'ldirib quyib berishibdi. Bunaqa bu endi suvga o'xshab quyiladi-ku. Apalavkadan baribir sal tomarganda bunaqa bo'lib, jicha qiynaldik deydi. Endi shuni izlanib shuni bitta to'liq quyib berishyapti. Mana shu devormi? Aytda betoningiz bormi? Mana shu yerga bitta o'rnatishar ekan. Bo'yi 250 lik apalavkasi. Masalan, 250 ni bitta to'ldirsa, sesmopoyez bilan 280 yoki 3 bo'ladi. Shunaqa. Bunaqa choklari bo'lmaydi. Keyingi apalavkalar shunaqa variantda qilishibdi. Hozirgi bu birinchi o'zini uyda sinagani shu 1 metrlik qilishgan ekan, lekin bu ham mustahkamligi juda yaxshi narsa ekan. Baribir xomg'ish urasizmi, pishig'ish urasizmi, iloji xomg'ish, pishig'ish, gazoblokdan ancha arzon tushar ekan sizga. Misol uchun kvadratiga ulardan ko'ra ancha sizga cho'ntagingizga ekonom bo'ladi. Keyin buni shu holatida qum suvoq qilmaysiz. Kafelni kile tortib turib, misol shpakilovkada tortib abo yopishtirar ekansiz, qum suvoq ham sizga yonga qoladi. Mana shunda qildirsangiz. Mustahkamligiga keladigan bo'lsak, birinchi planlar o'zgarib, mana bu yerda eshik ochmoqchi bo'lishgan ekan. Mana shu yerdan arrada kesilgan, mana bu joyi ham kesilgan. Lekin mana shuni rosa tepib ko'rdik, qilt etgan yo'q. Endi noz yeydigan bo'lsak-da, juda baquvvat narsa ekan. 1 yil bo'libdi qilinganiga. Turishlari yaxshi, xudo xolasa. Qursangiz bo'laverar ekanda. Yaxshi narsa ekan. Bitta mana shu yerga quyilmagan qadrdonlar, ponni uy mana shu pena betondan quyilgan. Mana uylarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu aylanasiga shu pena betonda quyilgan. Hammasi o'rtada baribir bitta sesmopoyez ustuni bor. U burchakda ham bor, bu burchakda ham bor. Bu pena beton asosan uyni to'ldiruvchi vazifasiga o'tib ketadi, lekin issiq sovuq ushagani juda yaxshi narsa ekan. Qum suvoq sizga yoningizga qoladi. Mana uylarimiz ham xuddi shunaqa. Vaqtimiz sal qorong'i ekan. Ko'rinayotgandirmi? Shu lekin yaxshida turib baquvvatligi. To'silar tashalgan. 250 bo'yi, 30 sm sesmopoyez quyilgan. Shu. To'silar tashab, hozir endi kafelni kile tortib turib, bitta shpakilovka qilib, bitirib yashaydigan holatga kelganda endi. O'sha karobka holati bitgan. Mana joylar. Bag'i ham xuddi shunaqa. Buni bu podval ekan, temir konteynerdan tashab mana buni ham monolit qilib, monolit hisobida quyib qo'yar ekan buni ham mana. Shu materialni tashab turib, monolit hisobida quyib
pol hani stashkani o'rniga ham quyilaverar ekanda bu. E, Bu uylarda ichi ham shu zastavka bo'lib turib, shundan quyilar ekan. Xullas issiq sovuqni yaxshi ushlab beradigan narsa ekan. Mabodo shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib, bunaqa variantda emas endi qadrdonlar. Bitta variantda, to'liq. 250 bunaqa choklari bo'lmaydi. Keyin sizlarga boradigan ustalar bunaqa variantida emas, to'liq variantida quyib beradi. Bunaqa choklari ham bilinmaydi, tekis chiroyli bo'lib chiqadi qadrdonlar. Shunaqa qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Yaxshi narsa ekan, bemalol qursalaringiz bo'laveradi. Videomiz foydali bo'ladigan bo'lsa, bir dona like bosib, Usta Tog'alar kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar.